Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y chiqibozlari, chorva chiqibozlari, nasldor qo'y, zotdor qo'y chiqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, xudo xolasa videoni boshidan bittadan like tashlatib bosib turasizlar. Sizlarga qo'ylarning eng noyob, chiroyli, sifatli variantlaridan, qo'zi variantlaridan, shu tug'magan variantlaridan video qilib chiqaramiz. Like deb bosqish esdan chiqmas akalar. Bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'ida, arzonchilar, optimchilar qishlog'ida biz oldindan o'sha qo'ylarning narxlarini arzondan chiqarib, kanalimizda anchadan beri hozir ko'rinmay ketgan. Bugun xudo xolasa qo'ylar zo'rlarmini qaytdim deb bizni chaqirgan. Obujon akamiz, yangi parvoz akamizni qo'ralaridamiz. Keling opasan. Yaxshi keldingizmi? Siz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Ko'rinmay ketdingiz aka. Endi kunlar isib, boshqa bo'lib, ta'til oldik, boshqa qildik. Endi noyoblardan kelyapmiz-da, o'shancha endi mana ko'rinamiz. Qo'ylar yaxshilar keldi xudo xolasa. Nasldor, otlik, elita variantlarda, sinjillardan keldi opasan. Xudo xolasa qo'ylarni chiroyliklari puli ham yengil bo'ladi. O'zi qo'y chiroyli bo'lgani bilan puli yengil bo'ladi. Puli arzon, puli xudo xolasa. Biz dagarga deb bilasiz, sizni muxlislaringiz, o'zi ashaddilaringiz tuyotda yangi parvoz chiqmay ketdi degan. Endi mana chiqib arzonini qilib beramiz xudo xolasa inshaalloh. Narxlarini sindiramiz xudo xolasa. Opasan. Qo'ylarimiz hop. Bugunga 3 partiya chiqaramiz. 3 partiya bugunga. 3 partiya. Video oxirigacha davomida kuzatib tursin. Bittadan like bosib, biz nima niyat? Like bosib, yaxshi kommentariyani qoldirib, qanaqa qo'y kerak bo'lsa ma'lumotini aytib o'tsa, obunachilar o'shalarga chiroyli obzorini qilib yetkazib beramiz. Qo'ylarda hop birinchisiga to'qliklar opasan. Bular hali to'g'li. Qo'zi hali. Hali qo'zi tug'magan variantidan opasan. Kelar qo'ylik. Hali bu qo'zi ekan bular, tug'magan ekan jonivorlar. Sifatga ham baho bering. Yuzlari, akalar, quloqlari ham butun jonivorlar. Hammasi standart mana qani. Mana akalar, qo'zichi olgan. Jullari chiroyli qilib qo'yilgan. Meni boq degan variant akalar. Shu zotga ham, naslga ham xudo xolasa aytiladigan variant hammasi. Xudo xolasa inshaalloh. Hop, monolari o'zi simji o'shancha tegmadi. Bular o'zi tulagana bular. Ha, o'zi mashinaqa sortida. Hammasi xudo xolasa o'z tulay variant ekan. Mollar jun ozgina qolgani uchun mashinka urilgan ekan akalar, lekin Obboson obunachilar yaxshilab kuzatib tursin. Videoni oxirigacha ko'rib. Qo'yni bori elita variant lumizillardan chiqaraman. Bo'ylari 90 pilislardan chiqaraman. So'g'lig'ida. So'g'liq. 90 pil so'g'lar chiqadi. Chiqadi xudo xolasa. 90 pil so'g'li variant. Bugun portlaydi. Mana akalar, sizlar uchun xudo xolasa videoni lekin oxirigacha o'tkazmasdan ko'ramiz. Like deb bosib qo'yish esdan chiqmas ekan. Bittadan like deb bosish. Otaga rahmat deysin. Yazini bos deysin. Xudo xolasa inshaalloh o'ta yengil qilib beraman. Noyoblardan kelgan xudo xolasa. Birinchi partiyamizga akalar 7 ekan edi hozir. Ha, soni 7 dona. Soni 7 dona mana akalar. Bo'ylari necha beramiz endi Obod aka bo'ladi? Bo'ylari nima? Opasan. Bitta o'lchaylik opasan ana. O'lcha realni bo'lsin. Realni bo'lsin. Mana. Olib kelin. Realni bo'lsin opasan. Mana qo'yimiz. Hop, akalar mana. Hammasi timlarni bir xil akalar mana. Qo'yimiz bo'lsin. Akalar, bu aytamiz o'zdan ko'rib, mana mashq bo'laverasizlar. Mana o'zlari ko'rib nima qilishaveradi. Mana. Jonivor. Hammasi akalar, nima edi, bo'ylari bir xil standart. Endi 1 sm, 2 sm farq qilmasa, nima edi, unaqa katta farq qilmaydi hech qaysida. Qo'yimiz mana. O'ta sinib turibdi qo'y jonivor. O'ta charchaman qo'yda qarang. Qo'ygan ekan jonivor akalar. Xo'p, qo'yda qarang. Mana. Endi bunisi mana. Tishini sindiribdi aka bittasi. Endi. Noyobidan. Mana. Xudo xolasa opasan. Bo'ylari 80. Atrofiga plus-minuslar bor. Bor. Hop, Obujon aka, bu necha puldan qilib beramiz? Men 7 tasini bitta olaman degan akalarimizga. Opasan dangal tortishib o'tirmaylik, bo'ladigan realni savdoni qilaylik. Kun isib turibdi, obunachilar ham qolishmasin. Bo'ldi. Bo'lishini aytasizmi aka? Bo'larini aytaman, xudo xolasa telefon qilsa ag'ini Kelishaverasiz. kelishamiz. Opasan bir joyga 7 donasini olsin. 4,5 danga otaman. 4,5 milliondan. 4,5 million so'mdan 7 donasini otaman. Qancha o'tib berasiz aka? Bilasiz aka, oxirisi ham so'raveraman men. Ha, sizni bilamiz, opasan. Oxirisi ham so'rab, bu jimjit tortishmasa bo'lmaydi aka, to'g'risi. Realni oluvchilar
Obujonga 7 dona qo'yinga ishqoz bo'ldi. Mana shuni o'zing chiroyli qilib mashaga chiqarib ber desam, o'zing sunnatini o'zim telefonda o'chiraman. Qancha 42 dan berasizmi? 4 million 200 ming so'mdan. 4 million demaydilar o'tirmadim. Opasan videoning boshi davomida aytib o'tyapmiz. Tortishib o'tiramiz. Bo'ladigan narsa tas-tas aytaman, dirs-dirs. Telefonda xayr qilib berasiz aka. Telefon qilsa, o'zim sunnatiga o'zim telefonda. O'sha aytmas ata, telefon qilsa, sunnat qanaqa ekan deb telefon qilsa, realni oladigan. Barakasi bersin. Savdoni aka telefonda qo'laverasizlar. Xudo xolasa. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Akalar bu birinchi partiyamizga narxlar chiroyli bo'lyapti haqiqatdan. Xudo xolasa qo'yiladi, zo'ri chiqadi obbosan. Xudo xolasa. Akalar telefon qilaverasizlar, biz ikkinchi partiyamizga o'tiramiz. Inshaalloh. Mana telefonga inson hech qachon nima edi, norozi bo'lib qaytarib ketmaydi akalar. Xo'p, akalar, ikkinchi partiyamizga, birinchi partiyamizdan gavdalari ham, yoshlari ham katta-katta, yirik haqiqatan suyagi baland qo'ylardan. Mana akalar, soni ham ko'prashlar bu yerda hozir. 8 dona. Bu yerda 8 dona aka mana akalar. Aytyapman, xudo xolasa qo'ylarimiz mana endi Mana kattalarga. to'qliklarimiz chiqdi, endi bular tuqqan variantidan kishilari 2 tish, 4 tish. Bir donasi o'sha 6 tish bo'lishi mumkin, bir donasi. Buni ichidan qaysi birini men ham bilmayman mana. Hammasi bitta tuqqan, ikkita tuqqan variantlari. Opasan, mana akalar 2 tish. Endi to'shga endi chiqyapti ekan janovar. Janovar. Oppoq ham bor ekan. Bundan ham yirigini yana chiqarib beraman. Obunachilar kuzatib, yaxshilab ko'rishsin. Xudo xolasa inshaalloh qo'ylarimiz hammasi yegan elita variant zo'r. Bular aka nechidan nechiga beramiz? Endi bu yerda o'ta kattasi ham bor ekan, o'rtachasi ham bor ekan. Qo'ylarni nima? Opasan 80 pilsga olish uchun. 80 pilsga qo'yug'isi yo'q. Qo'yug'isi yo'q, 80 pilsga olish uchun. 80 pilsga olaverasiz. Ularga ichida 90lari ham bor. Yo'q, bor ichida. Bu o'ta katta ekan mana jonivar. Qo'yda qarang. Yeb ichishlari nayatda qo'ra opotsan. Aha. Aka buni yilini boya qo'ylar bo'g'olmasa ular. Yo'q, boladan ajragan. Bolalar ajragan qo'ylar. Xotirjam qo'yga qo'shib, o'zlari ojbolarimiz, aka-ukalarimiz qo'yga qo'shib zotda olishaveradi. Qo'ylarimiz hammasi xudo xolasa sifati bor, qoni toza, yaxshi qo'ylardan. Xudo xolasa. Chiroyli qo'ylar ekan lekin. Endi Obujon aka bu 8 tasini nech bilan deymiz endi obunachilar. Obbosan bir joyga 8 tasini olishsin, vodiy bo'ylab Toshkentga dastlabkasi ichida 5 million 200 ming so'mdan ketadi. 5 million 200 dan. Ha, 5 million 200 ming so'mdan. Obujon aka 200 ming lahlarni chiqaraylik-da qarang, tekis bo'lsin, 5 milliondan bo'lsin. Xo'p, Obbosan buni dangal bor, realni oluvchilar mana. Aha. Telefon nomerini qoldiramiz ekranda. O'shanga telefon qilsa 8 tasini bir joyga oldim desa mana 5 milliondan lavzingizni oldim men. Baragasini bersin. bersin. Dagarga lavzni olamiz. Qarang, agar inshaalloh. Bo'lsa mana 5 milliondan. Agar Narxlar narxlar tanlab olaman deb ichidan monosini, hozircha bunisini bittasi, buni deb tanlasa, kilosi bor, abzatini uni oldindan aytib qo'yaylik. Lekin talab bersangizchi. endi tanlab bersam 5 milliondan otaveraman. Tanlab bersam, ammo o'zlari tanlab olsa kilosi bor. Lekin 8 tasi bir joyga bo'lsa 5 milliondan xayr qilib berasiz. Telefon qilib xayr qilib berasiz. Xudo xolasa telefon qilsa ishni bitiramiz. Akalar, ma'lumot o'rnida bitta olasizmi, ikkita olasizmi, hammasi olib sotilaveradi. Faqat gruppa sotamiz degan narsa yo'q akalar, xudo xolasa. Yo'q. Endi 5 ta kerak bo'lsa olishaveradi. 5 ta kerak bo'lsa hamma ham cho'nchagiga qarab sotadi yo'q To'g'ri. Biz yo'lda yuradigan insonmiz, maqsad qo'y sotish, hojibolarimiz, Yedishlar akalarimiz kepalar bo'lishdi. Qo'ylar ishi nayatda zo'r. Xudo xolasa. 5 million so'mdan xayri bor kerak. Tez telefon qilib aloqa chiqarasiz, xudo xolasa. Bizda 3-partiyamiz ham bor. O'ta kattalar bilan aytganimizda limuzin haligi bo'y 90lik qo'ylarimiz chiqadi. Yosh. Xudo xolasa pulini ham bor. O'ta arzon beraman, sindirib beraman mana. Xudo xolasa. Mana tez telefon qilib aloqa chiqamiz akalar. 3-partiyamizga mas'ul turamiz. Akalar, mana sizlarga o'sha boshida aytilgan bo'lar, yirik 90 atrofidagi gigant uvoq sog'liqlar akalar. Gavdalarni qaranglar, mashalloh. Gavdavoshini qarang, Obboson. Mana akalar. Jinovalar ham baquvvatligini. Obboson bu qo'yda qarang mana. Chiroyli narsa, mana yoshini ham qarang, mana shu gavdasiga. Mana akalar. 4 tish. 4 tish qo'y akalar mana. Qo'yda qarang, uzunligini. Gavdasini qarang akalar, haqiqatda uzunasiga ham, gavdasiga ham xudo xolasa hamma tomoniga kiyib beradi. Xudo xolasa o'sha aytganimizdek Obboson mana mashina ham real mana. O'zim ana video qilib berayin, metrimiz. Metr. Hop, mana metrimiz Obboson. Qo'y o'ta chars. Holi narsa qilmayapti mana Obboson.
Qo'ydi qarang. Jonivordi. Akalar mana bo'ylari. O'zimizni ko'rib. Xotirjam bizga haligi suyoq olib bosgan. Realni narsada bitta mana shu ichida mononim bor 85. Bitta mana. Mana shunim bor. Qo'y 85. Mana shunim bor. Qolgani shu 90 ga olib ko'radi. Akalar. Bu gap kichkinasi emas akalar. Soni 7 dona olib bosgan. Akalar buni. Soni 7 ta deydi. Ha, bitta obunachingizga ishonavering. Obunachilar shoshilib qolsin. Mana shu 7 donani bor. Qora qizil aralash Bolani ham akalar. bor. Zo'r qilib berar ekan. Bolalarni bizga sotmadi-yu, onalarini sotdi, bolalarini olib qoldi, nasliya. Naslini olib oldi, endi bular sotildi. O'shani sotishda haqiqiy tagi Qirg'iziston u Jeniva. Jeniva. Mana gövdasi suyagini qaranglar buni jonivorlar. Bolani bor, haqiqiy qo'shlar yaxshisini qo'shsa, zo'r bola beradi. Mana akalar. Qo'yda qarang. Haqiqatan lekin katta qo'y telefonda kichkinaga o'xshab ko'rinadi-yu. Shunaqa. Lakasalar tashlab beriladi. Qarshi oladigan aka-ukalarimiz realni kelib ko'raman desa ham kelib ko'raman xotirjam. desa, realni tepasi savdoni ham qilinaveradi. Bir piyola choyimiz ichadi, mehmonimiz bo'ladi, qo'yni olib ketishadi, qo'yliq bo'lishadi. Mana endi qo'ylar tashasi olib ishonavering. Maza qilib boqishadi, yeb ichishni aytib qo'radi. Nech puldan qilib beramiz aka bo'ladi endi. Obunachilar maza qilib boqsin aka. Obbosan bunimi? Aha. Mayda juda qilinmaymiz. Bu hali yem ko'rmaydi. 200 ming so'mdan ketaveradi. 6,5 million so'm narx kerak yo'q. 6,2 million so'mdan bir joyiga bo'lsa otamiz, xudo xohlasa. Buni ham o'sha laxtag'ini elsa-chi 6 milliondan bo'lsa-chi aka? 6 milliondan bo'lsa, unda 200 mingdan bo'lsa ham 1 million 400 ming o'tib ketadi, Abbosxon. 1 million 400 ming so'mga endi qachdi nima bo'lib qoladi-da? Yana balanddan kelganimiz sizga. Yo'q, narxlar aka, narxlar zo'r aka. Haqiqatan narxlar o'ta ham chiroyli. Abbosxon, realni aka 6 milliondan aka. Objon aka qo'yinga ishqoz bo'ldi. Mana shu 7 donasi menga chiqarib berdi. Realni oladiganlar telefon qilsa ham debdi. O'zim chiroyli xayrini o'tib uyiga yetkazib beraman. Baragasini bersin mana. Dangala. Bemalol telefon urasiz aka. Bemalol. Qo'ylar yiriklikni qaranglar, janovarlar. Tez pasdan nomerga aloqa chiqarsizlar. Bugun haqiqatan arzon bo'ldi. Bugungi akalar hozircha shular, xudo xolasa keyingi paytlarimizda yana kelyapti inshaalloh. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Inshaalloh yana chiqarib beraveramiz. Obunachilarga Laykni boshiga esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar akalar.